Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar, yaxshimisizlar? Siyoset maydoni suhbat programmamizga xush keldinglar. Bugungi suhbat programmamizda Norvegiyada yashab turayotgan vatanparvar zotlarimizdan Abdusamat efendi bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringlarda bo'ladi. Assalomu alaykum Abdusamat efendim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, rahmat, yaxshi. Abdusamat efendim, oldi bilan shu televizor ko'ruvchilarimizga o'zingizni qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bo'ladi. Men Sharq Turkistonningki Oqsuv shahrida tug'ilib o'sdim. Qashqa pedagogik institutininki til adabiyot kasbida o'qigan. O'qish bitgandan keyin Oqsuv viloyatlik birinchi o'rta maktab, ya'ni Uzamniki aslida o'qigan ona maktabimga qaytib kelib shu yerda bir necha yil o'qitish bo'lib xizmat qildim. 2002-yili siyosiy ko'chman sifatida Norvegiyaga kelib shu yerga yerlashdim. Ondan sonra vatandan oxirgi qatim orlig'a vaqtim 2000-yili yoz, shuni hisoblaganda hozir to'g'ri 9 yil vaqt bo'ldi mening vatandan orlig'imga. Abdusamat efendim, siz shu Norvegiyadagi kelgan Uyg'urlarning ichida oldin burun kelgan Uyg'urlar qatorida hisoblanasiz. Ya'ni bu Norvegiyaga Uyg'urlar qaysilar kelishga boshlagan, hozir taqriban qanchalik Uyg'urlar bor, vaqt biroz ma'lumot bergan bo'lsangiz. Norvegiyada mening kelgan vaqtimdan o'zida bir 100 atrofida Uyg'ur bor ekan. Shu chog'da bizningki o'qishimizcha Norvegiyadan vatandan chiqqan Uyg'urlar tunji bo'lib 1999-yili kelganki, bular shu vaqtda tunji turkumda kelganlar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ko'chmanlar Mahkamasininki Ko'chmanlar Mahkamasi orqali bu davlatga kelib yerlashgan. Shunda bo'lganda endi Norvegiyaga Uyg'urlarning kelganiga bu yil to'g'ri 10 yil bo'lgan xotir yil bo'lib hisoblanadi. Endi hozir Norvegiyada cho'ng kichik bolalarning qo'sh hisoblagan vaqtida taxminan bir 500 ga yaqin Uyg'ur bor. Bularningki mutlaq ko'pchiligi shu yaqinqi 3-4 yilning ichida kelib yerlashgan Uyg'urlar. Biz bu vatan vaqtimizda, ya'ni ma'lumot chet chiqili endi 3 yil bo'ldi. Norvegiya shunda bir boy bir davlat, ya'ni Uyg'urlarni islam shunda nopos qabul qildi, shunda tez aytgan bir gaplarni olgan. Sizcha bular rasman, ya'ni shunda bir boy davlatmi Uyg'urlarga haqiqatan shunda bir yordam qilamdi? Buningki haqiqatan shunda qamdi. Norvegiya o'zi kichik davlat, Shimoliy Yevropaga, Skandinaviya yarim orolininki shimoliy g'arbiy qismiga joylashgan kichik davlat. Ammo Norvegiyaning iqtisodiy nihoyatda yaxshi. Dunyodagi eng boy davlatlarning biri hisoblanadi. Undan boshqa yana Norvegiya yana bir jihatdan hamda sotsial farovonlik davlati deymiz. Sotsial farovonlik davlati degan bu yerda davolash, o'qish hamma narsa haqsiz. Onun ustiga yaqinqi yillardan buyon Norvegiya dunyodagi yashash sharoitlari eng yaxshi davlat bo'lib BDT tarafidan ashundoq baholanib kelyapti. Endi bu Norvegiyaga kelgan Uyg'urlar Norvegiyaga kelgandan keyin Norvegiyaning shunaqa iqtisodiyot afzalligi, anandan yordami bilan til o'rganib, o'qib, ishlab, kundan kuniga o'zining turmush sharoitlarini yaxshilab, o'zining ahvolini kundan kuniga yaxshilab, yaxshi ketyapti. Norvegiya hukumati yana hozir shu Uyg'urlarga masalan vatandoshlik berish jihati yaxshi ketib boramdi yoki biroz to'xtab qilish, yoki nopus to'xtatib etibdi degan gaplarmi chiqadi masalan Norvegiyaning anda bir gaplar bormi? Yo'q, bu Norvegiya Uyg'urlarga hozirgacha ham Yevropa davlatlarining ichida siyosiy panohlikni eng tez berayotgan, eng ko'p berayotgan davlat. Bu yaqinqi yillardan buyon Yevropa davlatlarining ichida shu Uyg'urlarga siyosiy panohlik berish jihatda Norvegiya yana oldin qatorda turdi. Bu yerda bunday bo'lishi Norvegiyaningki
Uyg'urlarninki masalasini tushunishi yaxshi, Uyg'urlarninki ahvolini, Uyg'urlarninki bugungi vaziyatini yaxshi tushundi Norvegiya. Shundoq bo'lganligi uchun kelgan Uyg'urlarga siyosiy panohlikni yaxshi berdi. Endi albatta o'xshash emas, ba'zilar biroz kutib qoladigan ahvol bor, ba'zilarniki tez chiqadi, ba'zilarning biroz keyinroq chiqadi. Lekin umuman hozircha bo'lgan orliqda vatandan kelgan misha kelib o'zininki qonuniy shundoq rasmiyatlar bilan siyosiy panohlik tilganlardan rad bo'lib vatanga masalan qaytarilgan qabul chiqmagan bunday ahvollar yo'q. Normal tegishlik yo'llar bilan iltijo qila olganlar bo'lsa. Rahmat. Bu Norvegiyada, ya'ni bizning anglashimizcha, mening shaxsan bilishimcha, Rafto mukofoti deydigan bir inson haqlari tashkilotimi bir bunday bir mukofot bor ekan. Ya'ni buni masalan Rabiya Qodir xonimga 2004-yillikmi, ya'ni bir mukofotni bergan xabarlarni anglagan. Ya'ni bu qanday bir mukofot, ya'ni qaysi xildagi insonlarga berilgan bir mukofot. Bu vaqtda bir ya'ni bu Rafto haqida biroz tushuntirgan bo'lsangiz. Bu Rafto kişilik hukuk mükafati bunun to'liq atılışı. Bu mükafotni Rafto fondi jamiyati tarafidan taqdirladi. Bu Rafto fondi jamiyati Norvegiyaninki ikkinchi cho'ng shahri Bergen shahrida joylashgan bu fondi jamiyat. Bu fondi jamiyat her yili bu Rafto kişilik hukuk mükafotini dunyoda kişilik hukuk uchun erkinlik uchun xizmat qilayotgan, shuning uchun nurg'un ajr singdirgan, ammo xalqaro yetarli darajada bir diqqat to'linish fursatiga egalanmayotgan shundoq kişilik hukuk kurashchilariga beradi. Bu mukofot 2004-yillik Rafto kişilik hukuk mukofoti Uyg'ur xalqining ma'naviy onasi, bizningki Uyg'ur milliy harakatininki rahbari, yo'lboshchisi Rabiya Qodir xonimga berilgan. Shu chog'ning o'zida Rabiya Qodir xonim Urumchida Xitoyninki turmisi dedi. Ular Rabiya xonimninki hayot faoliyatlari bilan tanishib, Rabiya xonimning Uyg'ur xalqininki kishilik huquqi, erkinlik uchun kurash qilib, shu yo'lda Xitoy turmisi yotganligini tushunib bilgan ekan, mushu mukofotni 2004-yili Rabiya xonimga bergan. Endi mushu mukofotninki berilishi bilan Rabiya Qodir xonimninki xalqarada to'linishi anadeken keyingi vaqtlarda mushu tufaylidan Rabiya Qodir xonimni qo'yib berish to'g'risida Xitoyga bo'lgan besimning kuchayishida mushu Rafto fondi jamiyati va Rafto fondi jamiyatininki 2004-yillik Rabiya xonimga berilgan bu mukofotninki roli nihoyat zo'r bo'ldi. Anadeken bu Rafto fondi jamiyati biz shundan tortib 2004-yildan boshlab Norvegiyadagi bizningki Norvegiya Uyg'ur komiteti bilan jumladan Norvegiyadagi Uyg'ur jamoati bilan nihoyat yaqin aloqa qilyapmiz bu Rafto fondi jamiyati bilan. Ular bizningki Norvegiyadagi bizning eng yaxshi do'stimiz, qo'llovchilarimiz deb hisoblanadi. Mening bilishimcha, siz hozir bu Norvegiya Uyg'ur jamiyatining, ya'ni Norvegiya Uyg'ur komitetining ya'ni raislik vazifasini o'tab kelyapsiz. Ya'ni bu Norvegiya Uyg'ur komiteti qanday bir sharoit ostida, ya'ni qaysi shaharda qurilgan, bu haqda ya'ni hozirgacha qanday xizmatlarni ishlab ketib borsizlar, ya'ni bundan keyingi bir xizmat planingiz bormi? Bu haqda biroz so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Norvegiya Uyg'ur komiteti 2003-yili 8-oyda Norvegiyaning Bergen shahrida qurilgan. Bu tashkilotninki Bergen shahrida qurilishi ayni vaqtning o'zida Norvegiyada Uyg'urlarninki xili mutlaq ko'p qism desak bo'ladi, shu Bergen shahriga joylashgan. Shu tufaylidan aning ustiga endi shu chog'ning o'zida Uyg'urlarninki kaginiga ancha taxi uzoq bo'lmagan, ammo Uyg'urlarning soni kun ko'payayotgan, Uyg'urlarninki bir jamiyat tashkilot bo'lib uyushib, Uyg'urlarninki ashadagi Norvegiyadagi o'zininki tegishli huquqlarini qo'llash, anandan bir jamoat, bir millat sifatida uyushib tashkilli yo'sinda bir da'vo ishlarini Uyg'ur da'vosini Norvegiya hukumatiga, Norvegiya kishilik huquq tashkilotlariga, Norvegiya xalqiga anglatish ayni vaqtda aytib zo'rli bir ehtiyoj tug'ilgan shu paytning o'zida.
Biz şunda bir ehtiyacını his qilgan. Onundan başqa Uyg'urlarni bir jamoat sifatida, bir millat sifatida o'zimizni bir yerga yig'ilib, o'zimizniki an'anaviy faoliyatlarni uyushtirib, Uyg'urlarni o'zaro bir-biridan uchrashish fursatiga ega qilib, mushar qilib o'zimizniki bir milliy kimligini qo'g'dash, o'sayotgan bolalarimizga o'zimizniki milliy urf-odatlarni, milliy kimligini mush jarayonda yetkazish, o'zimizniki bir milliy bir inoq bir bir kollektiv bo'lib bir jamoatni ashadi shakllantirishmi ayni vaqtda aytib zurul bir ish bo'lib hisoblanadi. Ham ashundaq zurriyatlar bilan bu tashkilot 2003-yili Bergen shahrida qurilgan. Shuningdan keyin hamda nihoyatda cheklik odam kuchi, moddiy kuch, intayin cheklik imkoniyatlar bilan tashkilotimiz qo'lidan kelgan xizmatlarni qilib keldi. Bu jihatda masalan oldi bilan biz Uyg'ur jamoatini bir jamiyat, bir jamoat sifatida birlashtirdik. Bir kollektiv bo'lib shakllandi. Buni biz har xil faoliyatlarni o'tkazish orqali yilda bir qadam Navro'z o'tkazish, anadan Cumhuriyet kunini xotirlash, ondan yana boshqa turli faoliyatlarni, siyosiy faoliyatlarni uyushlashtirish, shu jarayonlarda biz jamoatni uyushtirib, tashkillab, bir yerga yig'ib, oxiri bir Uyg'urlarning bir kollektiv jamoatini shakllantirdik. Ondan başqa hukumat bilan shu Uyg'ur davosini Norvegiya hukumatiga, Norvegiya xalqiga anglatish jihatimi qo'limizdan kelgan yo'llar bilan bor imkoniyatimizni foydalanib nurg'un xizmatlarni ishladik. Hukumatlar bilan aloqa qildik, parlament bilan aloqa qildik. Anadan Raftu fondi jamiyatini asos qilgan yana boshqa kishilik huquq tashkilotlari bilan aloqa yaqin aloqada xizmat qildik. Musharqiliq oxiri Norvegiya hukumati, Norvegiya kishilik huquq tashkilotlari, Norvegiya xalqiga Uyg'urlarning kimligini, Uyg'urlarningki navbatda Sharq Turkistonda Xitoyninki zulm ostida qanchalik og'ir bir vaziyatda yashayotganligini bu narsalarni anglatdik. Shu orqali biz boshqa hukumatning kishilik huquq tashkilotlarining u yerdagi inson haqlariga ko'ngil bo'ladigan adolatparvar, insonparvar odamlarning qo'llashiga istashlikka erishdik. Endi shuning natijasida Norvegiyaga kelgan Norvegiya bizniki Norvegiyaninki hukumatining Norvegiya chet elliklarni boshqarish tarmoqlarininki Uyg'ur masalasiga bo'lgan Uyg'urlarninki bugungi tatiyotgan og'ir azobliq ahvolga bo'lgan tunishi kundan kuniga chunqurlashdi. Ular bizni tushandi. Endi buningki shu Uyg'ur kelayotgan vatandan chiqayotgan bu yerga siyosiy panohlik so'rayotgan qarindoshlarimizninki bu yerda siyosiy panohlik erishishi, siyosiy panohlik iltimosining tezroq qabul bo'lishiga shu jihatda tashkilotimizning Norvegiya Uyg'ur komitetininki ishlagan xizmatlarininki albatta uningki unumli roli bo'ldi deb qaraymiz. Endi bu aniqki bizning ishlagan xizmatlarimiz kutganimizdan nihoyat ko'p jiroqda, hozirgacha muntazam buningga 8 soat muashab o'tirib undaq bir odam ishlaydigan imkoniyatlar yarata olganimiz yo'q. Yanala odam kuchi, moddiy kuchiyatdan o'zimizningki imkoniyatlari nihoyat cheklik. Endi shunda bo'lishiga qaramay yana tirishib bu xizmatni davom qilib ketyapmiz. Bundan keyin aniqki buni hozirgidan texmi yaxshi qilamiz degan irodamiz bor. Cho'qim bu maqsadda yana bu ishlarimizni yaxshi olib boramiz. Norvegiya hukumatiga, Norvegiyadagi kishilik tashkilotlarga, Norvegiya xalqiga Uyg'ur davosini texmi yaxshi anglatib, Norvegiyada Uyg'urlarningki tunilishiga texmi yaxshi xizmatlarni qilamiz degan irodamiz ham umidimiz bor. Ko'p rahmat Abdusamat efendim. Siz bu yil Amerikaning Washington shahri chaqirilgan Dünya Uyghur Qurultayı 3. navbatlik umumiy yig'inda, ya'ni qurultayning muavin raislik vazifasini topshirib oldingiz. Ham bu sizning bilishimcha siz yoshlar xizmatiga mas'ul ekansiz. Ya'ni sizning yoshlardan kutadigan umidlaringiz nima? Ya'ni bu siz bu xizmatga mas'ul bo'lgandan keyin qaysi xildagi bir yangi ideyalarni o'tirib qo'yish planingiz bor? Bu savolni nihoyat yaxshi so'radingiz. Biz bu Uyg'ur davosi chet elda Yevropada ep berilayotgani
uzun yillar bo'ldi. Ilgari hammamizga ma'lum bo'lgandek bu nihoyatda oz odam kuchi bilan intayin cheklik imkoniyatlar bilan berilgan bundan burungi bizningki liderlarimiz, bizningki dadalarimiz, akalarimiz burunqida ilgariki mushu davoni boshlaganlar ashundaq mushkul qiyin sharoitlarda bu davoni berib buni bugungi bugungi avlodlarning qo'liga yetkazgan. Albatta ularningki ajriga buyuk tashakkur etamiz. Endi bugun bu davaniki sepida xizmat qilayotganlar ilgariga qaraganda nechasi ko'paydi, kuch zo'raydi. Shundaq bo'lsa-mu bu yanada yetmaydi. Bu nihoyatda yo'g'on davo, Sharq Turkiston davosi, Uyg'urning davosi nihoyatda buyuk davo, bu cho'ng davo. Buningga yuzlab, minglab odam xizmat qilish kerak. Buningga ko'plagan iqtidorli, uqumishliq, har qaysi saplarda tarbiyalangan ashundaq bizningki ixtisosliq davo odamlari bo'lish kerak. Endi shuningga hozirgi bizningki bor imkoniyatlarimiz, hozirgi bizning davosida xizmat qilayotgan odamlarimizninki soni, buningki saposi hamma jihatlardan biz yetishmaymiz. Endi yana bir mushu zurriyatdan endi yoshlarimizni tarbiyalash, keyingi izbosarlarni tarbiyalash intayin muhim. Yana bir jihatni aytgan vaqtida hozir shu davoning sepida xizmat qilayotgan, oldingi sepda xizmat qilayotgan bizningki davo sepidagi kadrlarimiz, davo qo'shuniniki yosh qo'limizni aytgan vaqtida umuman 40 yoshning oldi kelganidiki kadrlarimiz, bizningki davodagi zarbdorlarimiz mana shu 40 yoshning oldi kelganidiki odamlar ko'p sonliqni tashkil qildi. Keynimizga qarasak bir bo'shliqni ko'ryapmiz. Ya'ni 20 yoshning oldi kelganidiki 20 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi buni izni besib keladigan bizga keyinchakda bu davoni, bu uzun davo, bu davo uzun davo, mushaqqatli davo, buni biz 5 yilda qilamiz yoki 10 yilda tugatamiz deb buni hech kim undaq aytolmaymiz. Unda bo'lgandan keyin buni biz jiroqni ko'zlashimiz kerak, kelajakni ko'zlashimiz kerak. Ashunda bo'lganligi uchun biz keyingi izbosarlarni tarbiyalashga ahamiyat berishimiz kerak. Biz endi keynimizdagi ko'rilgan shu bo'shliqni to'ldirish uchun yoshlarimizga bo'lgan yetakchilikni, yoshlarimizga bo'lgan tarbiyalashni kuchash surati bor. Hozir shu g'arb ellari kelib, Yevropadagi har qaysi davlatlarga, Amerikaga, Avstraliyaga, boshqa davlatlarga kelib, siyosiy panohlik tilab turayotgan, o'qish yo'llariga chiqib turayotgan bizning nurg'un yoshlarimiz bor. Bularning soni kundan kun ko'payyotdi. Mana 2-3 yilning ichida texnik ko'paydi. Endi bularningki vatandan yangi chiqqan bo'lganligi uchun vatandagi muhitni hammamiz tushunamiz. U yerda ashunday bir xil besim, siqintiliq ichida o'sgan bo'lganligi uchun bu yerda jamiyatlarga uyushish, tashkillanish, davo uchun, Uyg'ur davosi uchun xizmat qilishninki o'zi u bolalarga, yoshlar uchun darallıqa onunğa bir yeni bir ilim, yeni bir iş bo'lib tuyuldu. Shuning uchun bularga azroq jarayon ketadi. Buningga yetakchilik kerak. U bolalarni shu davo ishiga, vatan millatning davosini olib boradigan bu sapga asosda akirishimiz kerak. Ularni tarbiyalashimiz kerak. Shunda qolgan vaqtida u bolalarniki neni iqtidorli bolalar bor. Ko'plagan tillarni biladigan, ko'p tillarni biladigan, texnikalarni biladigan, yaxshi o'qigan bizning yoshlarimiz bor. Endi ashularga kam narsa shu siyosiy jihatda yetakchilik qilish, ularniki milliy g'urur, vatan, millat tuyg'usini, vatan, millatga bo'lgan bir mas'uliyat, majburiyat, burish tuyg'usini yetildirishimiz kerak ularda. Shu tuyg'uni yetildirishimiz kerak. Ulardagi vatanda Xitoyning besim ostida yashagan chog'dagi qo'rqinishni, ziyoda ehtiyotni, shu tashvishni bulardan ko'nglidan chiqaritish kerak. Ularning bu yerda erkin bir davlat yashayotganligini, ularning demokratik bir davlat yashayotganligini, bir erkin inson sifatida o'zining fikrini erkin, ozoda ifodasi bo'ladiganligini, o'zining vatani, millat uchun izlagan vatani, millat uchun xizmat qilish, uning uchun fidokorlik ko'rsatish majburiyatining, mas'uliyatining, burchining borlig'ini biz yoshlarga bildirishimiz kerak. Shuning uchun
Hem şunda qılğan vaqtida biz yaşlarımızın içinden ne yaramlıq adamlarımız davanın izbasarları yetişip çıkıdı. Bunundan keyinki davada ular izbesi bu dava üzülüp qalmaydı. İzchil davam qıladigan bir dava boludu. Bugünküden ət küçüydü, ətidin ögün küçüydü, aşına qılıb küçüyüp bu səp zoruyup mağıdı. Endi aşı zürriyet bilen biz bu qıtım Dünya Uyghur Qurultayı'nın 3. yığınıda bu meseleni kötədik. Şu yaşlarını tərbiyələşişiga, yaşlarını yetekləşişiga naiti əhmiyyət veriş doğruluq və şu xizmətdəki məsul olub işləş üçün Dünya Uyghur Qurultayı'nın yaşlar komitetini qurub çıxdıq. Endi birinci qədəmdə hazır hər qaysı dövlətlərdə şu yaşlarınki Dünya Uyghur Qurultayı yaşlar komitetininki hər qaysı dövlətlərdəki şöbələrini, yəni tarmaq şöbələrini quruş xizmətləri birinci qədəmdə başlanılatıdı. Bəzi dövlətlərdə qurulub oldu, bəzi dövlətlərdə quruluş aldı turdu, bəzi dövlətlərdə yaxında quruludu. Demək bu birinci yaşlarını yetəkləş, ularını tərbiyələş cəhətdə elindiğən birinci qədəm ularını təşkilləş işi. Hazır təşkilatçılıq işini qıvatımız ularını təşkilləb bolğandan keyin keyinki yılның 5-də keyinki ətiyazda eçildiğən Uyğur yılda eçilibatqan Uyğur kadrlarını, rəhbərlərini demokratiya kişilik hüquq boyunca tərbiyələş yığını asaslığı şu yaşlarını mərkəz qılıb eçiliş planlavatıdı. Yəni hazır aldı bilən biz yaşlarınki hər qaysı dövlətlərdəki şöbə Dünya Uyghur Qurultayı Yaşlar Komitetininki hər qaysı dövlətlərdəki şöbələrini qurub çıxsaq, keyinki yıl ət-yazğıca yəni. Muşularda qurulup çıqqan şu yaşlarınki hər qaysı dövlətlərdəki vəkilləri şunu da vəzifə alğan bizimki cəngvar fidakar yaşlarımızdan ularning vəkilləri keyinki yılның 5-də eçildiğən Uyğur kadrlarını tərbiyələş yığınıga əlbəttə şular qatnaşıdı. U yerdə anandakin yaşlarınki Dünya Uyghur Qurultayı Yaşlar Komitetininki xizmət programması, onun hər qaysı şöbə təşkilatlarınınki ep baradigan asas xizmeti, onunki roli Dünya Uyghur Qurultayı bilan bo'lgan bağlanışı, anandakin yana şu Dünya Uyghur Qurultayı Yaşlar Komitetininki hər qaysı dövlətlərdəki Dünya Uyghur Qurultayıninki rəhbərligidəki yerlik təşkilatlar bilan bo'lgan münasibati, ularning qandaq işbirligi ostida ishib boradi. Mush narsalarning hammasi keyingi yildagi shu yig'inda ochiq o'tirda bekitiladi, to'liqlab tuzitiladi. Shuningdek keyin yoshlarning xizmati muntazam bir izg'i tushib ketadi. Ondan boshqa yana bir narsani men qo'shib qo'yay. Yoshlarni tarbiyalash ishida biz bir jihatdan yoshlarni siyosiy jihatdan tarbiyalab, siyosiy jihatni yetaklab, bizning da'vo sepiga kerakli odamlarni boya aytib o'tgandagidek da'voga iqtidorliq, yaramliq shu da'vo odamlarni yetishtirish bu yoshlar xizmatidagi bir muhim halqa, aytib muhim taraf. Undan boshqa yana bir zurul bizga hozir ko'z oldimizda duch kelayotgan yana bir zurul ish bizniki yoshlarimiz bu yerda g'arblarda kundan-kun ko'payyotdi. Vatandan yangi chiqqandan boshqa yana misha kelib vatan tug'ilgan, ammo misha kelgandan keyin ota-onasi kichik kelib o'sib yetilayotgan, hozir maktablarda o'qiyotgan, oliy maktablarda o'qiyotgan, o'rta maktablarda o'qiyotgan, yoshlik davrida qadam qo'ygan bir muncha yoshlarimiz bor hamma davlatlarda. Bular hozir ko'z ko'rinib qo'yadi. Endi bularninki vatandan chiqqan, masalan, ular hozir ikkinchi avlod deb hisoblasak, vatandan chiqqan birinchi avlod, masalan, bizlar yangi chiqqan, vatan tug'ilib o'sgan lar bilan bularning o'tirisida tabiiy holda farqlar ko'rilib chiqadi. Bular mayadagi ikkinchi bir yot bir tilning muhitida, bir madaniyat muhitida o'sib yetilgan, bularning tafakkuri, bularninki dunyo qarashi, milliy qarashlar, kishilik qarashida albatta bizga qaraganda farq bor. Bularga nisbatan biz o'zimizningki kimligini bildirib, o'zimizningki uyg'urligini, o'zimizningki diniy e'tiqodini, o'zimizning urf-odatini, o'zimizning nima bo'lib kelib qolganligimizni, hozirgi taqdirimizning qanday bo'layotganligi, bizning vatan, millat uchun nima qilish kerakligini ash bolalarga, shu o'sib yetilayotgan bolalarga bildirish bu bizningki nihoyat muhim vazifamiz. Unda qilmasak bu bolalar kundan kunga o'ziningki tilini, o'zimizningki milliy tilimizni, uyg'ur tilini, dinimizni, urf-odatimizni unutuydi. Biz bu yerda 2-3 avlodga borgan vaqtida, 3-4 avlodga borganda bu yerdagi mavjudligimiz yo'qdimiz. Bu biz uchun nihoyat bir
biz hozirdan boshlab o'ylanmasak, jiddiy qaramasak bo'lmaydigan bir masala. Demak, endi shu yoshlarni o'zaro mishad o'sib yetilgan, cho'ng'ayotgan shu yoshlarni milliy g'urur, milliy kimlik, diniy e'tiqod, urf-odat bilan ashunaq tarbiyalash, ularni ashundoq o'zi bir g'ururliq, o'zini men Uyg'urlikdan faxrlanadigan ashundoq insonlardan, yoshlardan qilib tarbiyalash, umi ham shu yoshlar xizmatininki muhim bir tarkibiy qismi. Shunda bo'lgan vaqtida bu yoshlarni tarbiyalaymiz, ularni biz shu jarayonda bu yerdagi yoshlarimiz o'zaro, bu yerda o'sib ketilgan yoshlarimiz o'zaro uchrashadi. Bu jarayonda ularniki keyingi turmush, oila qurish ishlaridami buniki nurg'un ahamiyatli zuri taraflari bor. Endi bu jihatlarni o'ylab qolgan vaqtida yoshlar xizmati mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli ijtimoiy o'zimizniki milliy mavjudligini saqlash jihatdan bo'lsin, bu hozir ta'xirsiz zurur dunyo qurultiyi jiddiy tutib ko'ngli bilib ishlamasi bo'lmaydigan bir xizmat. Shu tufaylidan biz shu dunyo qurultiyi yoshlar komiteti qurildi. Uningki rais saylandi. Men shuningga dunyo qurultiyininki muavin raislardan biri suhbatim bilan bir suhbatim bilan shu ishqa nuqtaliq mas'ul bo'lishni men ustimga oldim. Bu xizmatlar xudoyim bo'lsa yaxshi ishlab ketimiz deb o'ylaymiz. Rahmat. Abdusamet efendim, sizning bu hafta yani Rabia Qadir xonimning Gollandiyaga kelish bilan barabar yani siz mi Gollandiyaga yetib keldingiz? Yani sizning bu qitim kelishdiki asosiy maqsadlaringiz nimadan iborat? Men bu qitim tuyuqsiz jiddiy keldim. Bundan da birisi asosligi Rabia Qadir xonim bu qitim Norvegiyaga berish fursati bo'lmay qoldi. Vaqtning qislig'i, programmalarning ko'pligidan. Shu tufaylidan men ham ko'rish ustidan keldim. Ondan boshqa yana biz jiddiy maslahat qilishadigan, so'zlashadigan yaqinqi vaqtlardan bu yana shu bo'lgan masalalar o'zimizning ishlar haqida so'zlashadigan buyum suhbatlarimiz bor. Shuni so'zlash uchun keldim. Ondan başqa yana bu yerda yana bir muhim ish shu fursatda hamda Norvegiyadagi Gollandiyadagi Uyg'ur vatandoshlarga uchrashish, andan keyin texnik nuqtaliq aytganda o'zimninki xizmat doirasida ki ish sifatida hamda mashhadagi yoshlarninki tashkillanish Dünya Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetiniki Gollandiyadagi sho'basiniki ya'ni tarmog'ininki qurilish ishlari nadaga ketyapti. Bu yerda tashkillanish bo'yotamdi. Buning tayyorlik ishlari ishlanyapti yoki endi ishlanmoqchimi? Shu ahvollarni bir o'qish maqsadida kelgan. Buni yoshlar bilan bu yerdagi Gollandiyadagi tashkilotimiz va uning rahbarlari bilan anadagi bu yerdagi Gollandiyadagi da'vo uchun aktiv xizmat qilayotgan bizniki aktiv yoshlarimiz bilan suhbat bo'ldik, ular bilan fikrlashdik. Bularni yaqinda Dunyo qurultiyi yoshlar komitetiniki shu Gollandiyadagi sho'basini qurish xizmatlarini tayyorlash ishlarini jiddiy boshlaydiganligini bildirishdi. Bu yerdan xudo xolisa yoshlar komitetiniki sho'basi qurilib yaxshi xizmatlarni qiladi deb o'ylaymiz. Ko'p rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Sizga salomatlik va uzun umr tilayman. Rahmat sizga. Sizga ko'p rahmat.